World Trading korxonamiz 20-yil boshiga hamma qurilishi bitib, ishga tushganmiz. Ishlab chiqarish hajmi hozirgi kunda antifriz 10 ming tonnaga yetgan bo'lsa, o'sha yangi boshlagan paytimizda 2,5 ming 3 ming tonna chiqarardik. Mana kengayib shu miqyosga yetib keldik hozir. Qo'shimcha filtr ishlab chiqarishni boshladik. Havo filtrlaridan boshlaganmiz faqat. Hozirgi kunda boshlaganimizda bir kunligi 200-300 ta chiqarardik. Hozir 1,5 mingtaga yetgan. Talabga qarab shuni yana ko'paytirishni harakatini qilyapmiz. Filtrni Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonda sotyapmiz. Turkmaniston qo'shildi. Bu O'rta Osiyodagi hamma davlatlarga, undan tashqari Gruziyaga, Litvaga, Ozarbayjonga kecha jo'natdik. Eksport geografiyasi ham kengayapti. Ish boshlaganimizda 20 tadan boshlagan bo'lsak, hozir ishchilar soni 120 tadan oshgan. Svechnoy provod seximiz bor, zamonaviy laboratoriya qildik. Qariyani kengayam, xudo xolasa ishchilar soni ortib boradi. Avtomobillarga motormi, texnikmi ishlab chiqaradigan proyektimiz ham tayyor. Xudo xolasa uni ham shu yil oxiri keyingi yil boshiga ishga tushiramiz. U ishga tushirganda ham 20 dan ortiq ish joyi tashkil qilinadi u yerda. Hozirgi kunda antifriz ishlab chiqarish bo'yicha elektromobillar uchun antifriz ishlab chiqarishni boshlaganmiz. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan, faqat biz ishlab chiqaramiz. Bu antifriz bo'yicha hozir BYD avtomobil zavodi bilan ham muzokaralar olib borilyapti. Planlarimiz o'zimizdagi mana shu hamma avtomobil zavodlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish. Mana hozir mustaqilligimizni 35 yillik arafasida turibmiz. Avvalambor butun O'zbekiston xalqini o'zimiz jamoamiz nomidan tabriklayman. Hamma sog' salomat bo'lsin. Kollektivimizda bayram shukuhi sezilyapti mana o'zimizga ham. Xudo xolasa 35 yillik bayram to'yimizni o'zimizni natijalar bilan ko'rsatib beramiz.